Bu faktlarni bilganimdan keyin kosmosga qiziqishim yanada ortdi. Koinotning taxminan 95% qorong'u materiya va qorong'u energiyadan iborat. Eng qiziq joyi shundaki, biz ularning aslida nima ekanini hamon aniq bilmaymiz. Gamma nur portlashlari ko'pincha ulkan yulduzlar qulaganda yoki neytron yulduzlar to'qnashganda yuzaga keladi. Ular atigi bir necha soniya davom etadi. Shu vaqt ichida Quyosh o'zining 10 milliard yillik umri davomida chiqaradigan energiyadan ham ko'proq energiya chiqarishi mumkin. Agar shunday portlashlardan biri bizga juda yaqin masofada sodir bo'lsa va Yer tomon yo'naltirilgan bo'lsa, tavba qildim, lekin Yer yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bu meni fikrim. Koinotda taxminan 10 kvintillionga yaqin sayyora borligi taxmin qilinadi. Shunga qaramay, hayot mavjudligi tasdiqlangan yagona joy bu Yer. Bu bejiz emas, tafakkur qilishimiz kerak. Hozir ham biz tomonga qarab harakatlanayotgan asteroid bo'lishi mumkin. Biz esa uni hali aniqlamagan bo'lishimiz ham mumkin. Faqat yaqinlashganda bila olamiz. Va nihoyat Voyager 1 insoniyat yuborgan eng uzoqdagi kosmik zond. Hozirda u Quyosh tizimidan chiqib ketdi. Mabodosiga Yerga nimadir bo'lsa, bizdan kosmosga yagona meros bo'lib qoladi va yo'lida davom etishi ham mumkin. Video yoqqan bo'lsa, albatta bu kimlarga jo'natib qo'ying, chunki ma'lumotlar odatiy emas.